To'g'ri aytasiz, to'g'ri aytasiz. Efirimizga endi qo'shilganlar bugungi podkastimizning mehmoni Farruh Muradovich, $1,000,000 kompaniyaning egasi. Farruh aka, sizning $1,000,000 kompaniyangiz bu yil yana 5 barobarga oshgani rostmi? Rost. Men juda ko'p podkastlarimda millionerlar va milliarderlar bilan suhbat qurganman va meni har doim bir dona savol qiynab keladi. Farruh aka, shuncha puli bor inson baxtsiz bo'lishi mumkinmi? Bilasizmi, o'zi erkak kishi nima uchun ishlaydi? Albatta farzand uchun. Bor bizneslari, boyliklari, hamma narsasi farzand uchun, farzandining kelajagi uchun. Bizga keladigan bo'lsa, afsuski farzandimiz yo'q. To'g'risini aytsam, bor boyligimni, hamma narsamni bir dona farzand uchun alishgan bo'lardim. Ayol kishi bo'lganda bitta tug'ib berib, soqqa solib ketgan bo'lardim. Hech ham kayfiyatingizni tushirmang. Sizning oilangizga tez orada zo'r ideya bor. Farzandlar nasib qilishini tilab qolaman. Ana endi 5 Salam, men o'ylagan narsam. Shu $5 milliard dollarlik kompaniyangizda qanday strategik jihatlar olib borasiz? Ishchilar bilan qanday yondashasiz va bilishingiz bo'yicha siz shaharning eng yirik Men yo'l rahbar o'xshadim. va bunday tadbirkor bo'lishga siz nimalarga Ancha temirib ketding, olsang bo'lmaydimi? Qo'ylaring, sho'shlaringni yig'ishtiringlar. O'chir ovozingni hali boyib ketamiz. Kutib yot. Boshqa qo'y. Oqil, aniq shu uymi? Shu uy ana chikarib yurishdi-yu odamlar. Menga qara, o'zingni detishga tutgan, bildirib qo'ymagin. Uyni yaxshilab o'rganib chiqqan. Adangni. Oqil, o'zing gaplash, chichadi bu aniq. O'rtoq, adashib ketdi, Farruh aka totdi. Pullarni topsangiz, ana 2 kundan keyin olib ketamiz. Bo'ldi, aloqada bo'lib tur. Tak kerak emas, tur. Kerak. Voy! Farruh aka! Nima bo'ldi? Bolami?